Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, aziz ekskavator kanalini kuzatib boruvchilar. Navbatdagi texnikalarimiz ko'rsatib o'tamiz. Bu ostatkada hozir qolgan texnikalarimiz. Qolgani kechadan hammasi sotilib ketdi. Beton qorgich bilan pogrovshigimiz 7 tonnaligi, 6 tonnalik bilan adashtirmanglar. Bundan bitta qoldi. Leasing kredit qilib olsalaringiz ham bo'ladi. Komplektatsiyasida hamma narsasi bor, konditsioner, hamma narsasi. Daryoning toshini qoradi, bir kuba qoradi, bir qorganda o'zini kovshasi 1,5 kubalik. 6 tonnalik bilan adashtirmaymiz. Ko'p odam 6 tonnalikni 22 mingdan 21 mingdan olib qo'yapti. Tasodifan bizdagi narxni bilmaganligi uchun biz 16 mingga olib beramiz. 6 tonnalik 1,5 ta. Bu 7 tonnalik. Bunda motor boshqa, korobka boshqa, hamma joyi boshqa, gabariti katta ancha. Keyin 125 taligimizdan ham bitta qoldi. Kovshalari 0,45, strelalari gideta 8 metrmi 7,5 metrmi shunday. Oldida oyog'i yo'q, buni atvali bor. Korobkasi avtomat, injektorli bo'ladi bu. Buni ham kredit leasing qilsak bo'ladi. Keyin 95 talikni ko'p so'rayapsizlar. 95 talikdan 2 ta dona qoldi. Uni ham kelib ko'rsalaring bo'ladi. Uni ham oyog'i yo'q, nima, u mexanika korobka, apparat motori. Kelinglar, telefon qilinglar. Grafik qancha chiqadi, oyiga nech puldan chiqadi deb so'ramanglar. Bank orqali olsalaring, o'zlaring tomonda qaysi viloyatdan bo'lsalaring, o'sha viloyatdagi bank bilan gaplashasizlar. Oyiga nech pul chiqishini o'shalar beradi. Bosh to'lovi 35% mi shunaqa aylanadi. 34-35% to'lab olib ketasizlar. Bankka to'lov qilasizlar o'shani ham. Shu, yana nima kerak bo'lsa, murojaat qilaveringlar. Misol 1,8 zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, bizda 26 mingdan 1,8lar. Hamma joyda 31 ming. Misol, sizlarga yana bitta zo'r taklif. 1,8 bilan beton qorgich olsalaring, Carmix bilan pogrovshig olgan bo'lib qolasizlar. O'shanda ikkita texnika olgan bo'lib qolasizlar. Boshqa joyda 31-32 mingdan bo'lyapti. Bundan ko'ra 33 ga bizda ham 1,8 ham meshalkasi bilan birga olsalaring bo'ladi. Hech kim bu narxni bera olmaydi. Любой joyga solishtiringlar O'zbekiston bo'yicha. Biz narx bo'yicha birinchi raqamli nomer 1 turamiz. Xohlagan joylaringga solishtiringlar mana.